ekan? Kech bo'lganda ukaxon ko'chada qolib ketishibdi-da. Yo'lim bo'lsa olaver. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yangi yo'l tarafga. Yangi yo'l. Ha, bo'ldi, yuring tashlab qo'yaman. Aka, yonimda pulim yo'q edi. Tashab qo'yaverasizmi? Ha, xijolat bo'lmang. Yo'limda shunday tashlab o'tib ketaveraman. O'tiravering. Rahmat aka. Tuzamisiz? Ha, Kech bo'lganda ko'chada qolib ketibsiz-da. ha, kech bo'lib ketdi, qolib ketib qoldim. Ha, yangi yo'lda turasizmi? O'sha yerga ketib turdim. Ish bilan aka. Ha. O'z nima ish qilasiz aka? Taksistmisiz? Yo'q, taksi emasman. Ustaman, ustachilik qilaman. Turgan ekansiz, yo'lim bo'lsa olay deb oldim-da. Aka, shartlarda tushib qolaman. Ha, bo'ldi-da. Ana. Rahmat aka. O'y, menga qara. Nima qilganingiz? Pulingni chiqar, pul kerak menga. Bor pulim. Shu edi. Shu xolosmidi? Telefon mettamidi? Uka, 1 minut iltimos, 1 minut. Qanaqa iltimos? Iltimos. Pulimi, shu telefonimni qana o'g'irlaganingizni hech kimga aytmang. Ye? Nimaga? Agar qanday qilib o'g'irlaganingizni odamlar bilib qolsa, ko'chada turgan muhtoj insonlarga hech kim yordam bermay qo'yadi, uka. Iltimos, hech kimga indamay qo'yavering. Xo'pmi? Ye? Tushunmadim. Endi tushundim.